Yurtimizda tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ular uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida joylarda uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Qashqadaryo viloyatida ham Soliq qo'mitasi tomonidan tadbirkorlar bilan ochiq muloqot va seminarlar tashkil etildi. Keyingi yillarda mamlakatimizda xususiy sektorni yanada rivojlantirish, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab, ularga yengilliklar yaratish borasida qator qonun hujjatlari qabul qilinmoqda. Xususan, Prezidentimizning kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi farmoni bu borada yana bir muhim qadam bo'ldi. Soliq qo'mitasi tomonidan Qarshi shahrida tashkil etilgan seminar ushbu farmon bilan amaliyotga joriy etilayotgan yangiliklar mazmun mohiyatiga bag'ishlandi. Xususan, mas'ullar tomonidan yangi mexanizmlar, soliq yengilliklari hamda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar yuzasidan atroflicha ma'lumot berildi. Jumladan, joriy yil 1-iyundan 2030-yil 1-yanvargacha umumiy ovqatlanish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida faoliyat yurituvchi tadbirkorlarga qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblash hamda to'lashning soddalashtirilgan tartibini tanlash huquqi berilganligi alohida ta'kidlandi. Mazkur tartibga ko'ra, tovarlar va xizmatlarni realizatsiya qilish bo'yicha barcha aylanmalar uchun qo'shimcha qiymat soliq stavkasi 6% miqdorida, foyda solig'i stavkasi esa 0% etib belgilangani hamda mazkur soliq bo'yicha hisobot taqdim etish majburiyati bekor qilinishi biznes yuritish jarayonlarini yanada soddalashtirayotgani tadbirkorlarni ruhlantirdi. Oldin soliq boshqarmasiga kelardik, juda ko'p ovoragarchiliklar, buxgalteriyamiz qolib ketib, bu savol-javoblar bilan mashg'ul bo'lib qolardik. Javob berishimiz, kimgadir отчет qilishimiz kerak emas ekanda, o'zaro shundaygina bartaraf etib qo'ya qolar ekanmiz. Juda ham xursand bo'ldim hisob sifatida. Tadbirda soliq yukini kamaytirish, rasmiy faoliyat yuritishning afzalliklari, soliqchi ko'makchi tamoyili asosida yaratilgan yangi mexanizmlar hayotiy misollar orqali tushuntirildi. Ochiq muloqot shaklida o'tkazilgan seminarda ishtirokchilar yangi berilgan imtiyozlarni qo'llash tartibi, elektron hisob faktura va soliq hisobotlarini yuritishdagi qulayliklar, soliq qarzdorligini kechiktirib to'lash hamda ortiqcha to'lovlarni qaytarish mexanizmlari kabi masalalar bo'yicha murojaat etib, o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi.